Men 6 oydan beri bu ishni qilmadim, ya'ni yarim yil bo'ldi. Bugun ertalabki qizlik uyimda mana shunaqangi домашний lavash tayyorlaymiz zavtrak uchun. Bizga kerak bo'ladi lavash xamiri, mayonez va ketchup, pomidor bodring, qovurilgan tovuq go'shti va qovurilgan kartoshka fri. Dastlab ishimizni bodringlarimizni o'rtacha kattalikda va pomidorlarimizni o'rtacha kattalikda to'g'rab olishdan boshlaymiz. Keyingi etap qovurilgan kartoshka, pomidor, bodring, ularni ustidan qovurilgan tovuq go'shti va mayonez va ketchup bilan aralashtirib, lavash xamirini zichlab o'rab olamiz, ichidagi nachinkasi chiqib ketmasligi uchun. Qizib turgan tovada orqa oldini ozgina yog' solib qovurib olamiz. 5-6 oy avval oshqozonimda muammolar bo'lib, vrach qabuliga borganimda menga gazli ichimliklar, kola, pepsi, fast foodlar, hot-dog, lavash, xamirli ovqatlar va har xil sho'r, achchiq narsalarni taqiqlab qo'ygandi. O'shandan beri bugun birinchi marta uyda домашний lavash tayyorlab yeb ko'rishga qaror qildim. Uy sharoitida bo'lsa ham ko'chaniki bilan birga bir o'xshab chiqadigan lavashlarimiz tayyor. Lavash mazasiga gap bo'lish mumkin emas, ko'rinishiga esa siz baho berib keting. Profilimga obuna bo'lib qo'ying, like bosib, kommentariy yozib ketishni unutmang. Menga o'xshab onasining ko'ylagini kiyib oladiganlar, sizlar kommentariyaga alohida reaksiya qoldirib keting.